Pastda 3 sotuvli yevro remont qilingan hovlimiz sotuvga chiqyapti. Bizlar hozir hovli qismida turibmiz. Devori полностью жидкий traversen qilingan, sokol esa kafeldan qilingan. Zelena zona, letniy kuxnya, letniy tualet bor. 2 qavat plus polupodval bilan 3 etaj bo'lyapti hovlimiz. Kadastr hujjat hammasi tayyor, gaz, svet, suv muammo emas, kanalizatsiyasi bor. Bu yerda esa bizlar darvozaxona, ana endi hovlimizni uyimizni ichki qismini obzorni qilamiz. Qani ketdik. Uyimizni ichki qismiga ham kirib oldik. Hol полностью pol qilingan, kafel, prixoja mebel o'rnatilgan va ikkinchi etajga chiqadigan yo'lak, podvalga tushadigan yo'lak qilingan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda birinchi xonamiz kattagina mehmonxona. Remontini did bilan qilingan, o'zlari uchun pat proyekt chizganlar. Shitlar yevromontaj qilingan, bu yerda Wi-Fi simlar o'tkazilgan. Mana bu yerda esa bizlarda oshxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan. Kuxna garnitura, kerakli hamma mebel jihozlar o'rnatilgan do'stlar. Ana endi mana bu yerda bizlarda yoshi kattalar uchun yotoqxona juda ham chiroyli remont qilingan. Patologning balandligi примерно 3,5 metr bo'lyapti va mana bu yerda общий санузел joylashgan koridorda. Ana endi ikkinchi qavatga chiqamiz do'stlar, qani ketdik. Ikkinchi etajga chiqishimizda mana shunaqa chiroyli lustra ilib qo'yganlar. Bu yerda mana shunaqa chiroyli hol qismi bor. To'g'rimizda esa bizlarda balkon. Mana shunaqa chiroyli balkon, kalonni oyna bilan yopilgan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Eshiklari ham полностью plastik, yaxshi kachesini slойni oyna qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi chiroyligina qilingan. Yana eng zo'r joyi ko'zdan pana joyda mana bu yerda bizlarda garderob qilingan va qo'shimcha sanuzli ham bor do'stlar. Hovlimizda 5 ta xona bor. Birinchi qavatda mehmonxona, kattalar yotoqxonasi, bitta sanuzel, oshxona joylashgan. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona, bitta kattalar yotoqxonasi va 2 ta bolalar yotoqxonasi. Mana bu yerda yana bitta yotoqxona, bu bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Va mana bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi. Hovlimizni polностью hujjati tayyor. Bir kun daforasli olishingiz mumkin va mana bu yerda bizlarda yana bitta sanuzel. Ana endi podval qismiga tushamiz. Podval qismiga ham tushib oldik. Mana shunaqa chiroyli yo'lakdan tushasiz. Bu yerda mana shunaqa chiroyli hol bor. Mana bu yerda katta mehmonxona qilingan. Xohlasangiz mehmonxona qiling. Xohlasangiz dam oladigan joy qilsangiz bo'ladi yoki xohishingizga qarab любой xona qilish mumkin. Eng qizig'i mana bu yerda bizlarda yo'lakning pastida baq qo'yilgan, press kontrol bilan shaharda suvni yopib qo'ysalar, uyda suv bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta xona bor. Podval qismida bitta zal va 2 ta xona joylashgan. Bu ikkinchisi bo'lyapti. Mana bu yerda yana bitta xona, bu yerning sveti yo'q. O'chirib qo'ygan. Bu yerda esa bizlarda kotelni полностью mana shu yer bilan hovlimiz isiydi do'stlar. Hovlimiz narxi 275 ming, sotug'i 207 sotug'. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Hovli qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.